Assalomu alaykum. Polvon kompaniyasidan yangi kelgan RO6 suv filtrimizni bugun ishlatib ko'ramiz. Qani boshladik. Komplektini kafolat varog'i, kitobchasining orqasida ustakalar bonus stikerimiz bor. Telegram bot orqali ro'yxatdan o'tkazib bonuslarga ega bo'lishingiz hech narsa. Ключi 220 ni 24 volt qilib beradigan adapter. Kranik ulanish uchun adapterlar, shlanga ulagani narsalari. Eng asosiylarni filtrimizni ulash uchun shlanglar. Har bittasi o'zini qiladigan ishiga qarab ranglari bilan ajratilgan. Сместитель. RO6 filtrimiz o'zi. Har bir shlang ulanish uchun o'z ranglari bilan ajratilgan. Shlanglarni ham o'zini ranglari bilan ajratilgan. Oxirida suv bachogimiz. Yana bir o'lov olamiz. Bo'lmasa boshladik. Bu filtrimiz tik tuzilishi. RO membranasi mana bu joyga joylashadi. Biz buni bo'shatib olamiz. Membrana salniga pastga qaragan holatda joylashtiriladi. Membrana joyiga o'rnatib oldik. Filtrlarimizni bo'shatib olamiz. Bu maxsus kuch bilan yaxshilab qotganligini bilamiz. Filtrimiz ulash uchun tayyor. Endi smestитель va qolgan narsalarni ulab olamiz. Birinchi suv filtrimizga kiradigan chaynikni ulashdan boshlaymiz. Endi shlanglarni ulab olamiz. Shlanglar ulanishi juda qiyin emas. Shuni olib borib, o'ziga ozgina otasiz bo'ladi. Qo'yib olmay, chaqib turadi. Bu chiqib ketadigan suvligini olamiz. Smestitelga ketadigan shlangimizni ulab olamiz. Ana endi oxirgisi bachogimizni ulab olamiz. O'zidan adapter chiqadi. Mana endi shlanglarda rangi bo'yicha ulab chiqamiz. Shlanglar ulab bo'ldik. Va endi oxirida 220 ga urilgan tenamizni qo'yamiz. Filtrimiz ichga tushdi. Suvni tozalash jarayonida tozalanish boshlandi. Bakka suv olib, suv tozalash boshladi. Suv filtrimizni old qismida LED displeyda qaysi kartrej qanaqangi holatdaligini ko'rib turishingiz mumkin. Suv filtrimizga qo'shimcha 12 litrli bachok o'rnatiladi. Bu bachok nima uchun kerak deganlarga?
Suv filtrimiz tozalangan suvni bachokka yig'ib turadi. Bu krandan bir martaga stakanda yoki piyolada bir marta ichishingiz uchun oladigan suvingizga filtr o'chib yonmasligi uchun. Bu elektr energiyasini tejashga ham yordam beradi. Filtrimiz o'rnatib bo'ldik. Filtrimiz ishlashni boshladi. Endi suvimizni tekshirib ko'ramiz. Suvimiz 0.04 ppm ishlayapti. Oddiy kranniki bo'lsa 89 ppm. Ko'rib turibsizlar, filtrimiz qanaqangi darajada suv tozalab berib turgan.